Assalomu alaykum. Zohirdo'miz kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun xudo xolasa Jigullarda qatoridamiz. Siz Volga deyin desam, Volga o'zi bitta chiqibdi. Jigullarda yil yangiroq, puli arzonroqlarini qo'ldan kelgancha imkon qadar harakat qilaman chiqarib berishga. Sizlardan bittadan like bosib, yaqinlarga shu Jigul so'rab yurgan tanishlarga bu videorolikni albatta jo'natib qo'yasizlar. Reklama xizmatimiz tepa tomondagi nomerlar ko'pchilik foydalanadi. Qatorda sizlar ham foydalanishlari mumkin. Kunduz issig'ida vaqt o'tkazib, bozorga kelib umringizni o'tkazmaysiz. Uydan turib sotish imkoniyati bor. Uydan turib texnikasini sotmoqchi bo'lib yurgan insonlarga ham bu nomerda berib qo'yishingiz mumkin. Biz qo'limizdan kelgancha egalari xohlaganlarini puli arzonroq, yili yangiroq, hali 5-10 yil minsa bo'ladigan Jigullarni qo'limdan kelgancha chiqarib berishga harakat qilaman do'stlar. O'rtoqlar 89-yilda ishlab chiqarilgan 06 bor ekan. Sostenasi chiroyli turibdi o'rtoqlar. Hozir qisqagina ma'lumotlarni yetkaziraman va egalar nomerlarini video davomida aytib o'tib ketamiz. Ma'qul bo'lsa telefon qilib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Aka, tuzimiz charchamayapsizmi? 80 necha dedik? 89-yil. Xo'sh, motori 11 motor. Xo'sh, xarajat qanaqa aka? Motorda xarajat yo'q. Mashina hadovoylari, zadnimoz, korobkalar muammo yo'q. 4 talik korobka, ha? Salon holatlari chiroyli holatda turibdi ekan aka. E'tibor bilan minilgan ekan. Sizniki tirikchilik, ha? Tirikchilikni bir ekson qolsa sotib olmaymizmi? Sizga o'zingiz minib yurgan texnika. Sir bo'lmasa 1-2 yil bo'ldimi minayotganingizga? 3 yil? 3 yildan beri minyapsiz. Hozirgi kunda xarajati yo'q. Hozirgi kunda xarajati yo'q ekan. Aytishlaricha o'rtoqlar, mutaxassis olib kelib, chiroyli qilib ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Mashina aytyapti, xarajati yo'q, faqat minadi. Puli necha pul aka? 1800 dollar. So'm aytaylik shuni. 25 million kami bor ekanda, ha? Ag'bag'i 20 bitib ketadimi? Bitkazib o'raveramiz. Telefon nomeringiz? 90lik 751 51 16 nomerlariga aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu 06 avtomobilni 89-yilda ishlab chiqarilgan. Endi kraskalari bordir, polni obsujit bo'lgandir. Bu kraska polni radnoymi yo? Polni radnoy, ha? Ozmi? Uncha yuzaki bor deyapti, lekin strashni ag'darilib ketgan, dumalab ketgan joylari yo'q ekan. Bemalol mutaxassis bilan olib kelib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, qo'limizdan kelgancha sekin. Buni egasi yo'q dedik-a? O'rtoqlar, navbatdagisi 86-yil ekan. Turishi chiroyli turibdi. Endi aka, 11 necha motor bu? 11 motor. Zavodskiy o'zining motori, ballonlar yaxshi holatda ekan. Endi kraskalari bordir baribir. Ham bor, ichida polni radnoy ham yo'q. Ichlari polni radnoy. Hamma radnoy ekan. Mana shu roliga qarasangiz bilinadi-da. Xo'sh, sidinalari o'ziniki zavodskiy, hamma joyi, aka. Mikrofonlar qo'yib qo'yilgan. Metan bor. Dokument bor. Geba bor. Dokumentlari bor ekan. Video registratorlar qo'ygan shekilli kameralar bor ekan, qilardi. Metanlari bor. Balon holat, zapaska balonlari bor ekan. Bu zapaska balonlar ham ishlari chiqsa zapaska balonni yetib oladigan emas. Mosham tomondagi holatlari chiroyli holatda turibdi ekan mashina. Aka, xarajat, zadnimoz, korobkalar qanaqa? Hammasi zo'r, umuman ovoz yo'q. Hammasi zo'r, ovoz yo'q. So'mga aytamiz narxini, ha? Bo'laveradi aka, so'mga. Ayting. Hop. 24 million ozmoz o'tib beradi. 24 million ozmoz o'tib beriladi. Bir 5-10 million puli bor odamga dehqonchilar yig'ishtirib sezonga minib olay degan insonga qilib beramizmi, yo'qmi? Kelishib olsa qilib beraveramiz. Kelishib olsa qilaveramiz, ha? 3-4 million puli bo'lsa berib turaveramiz, ha? 1-2 oyga. 3 million emas. Bunisi ham gaplashib kelishsa bo'ladi. Siz tirikchilik, ha? Albatta. 1 so'm dumalasa 10 million qilsa sotaverasiz, to'g'rimi? Nima farqi bor sizga? To'g'ri, dehqonniki olaveradi. Ayting. Telefon nomeringiz? 97lik. 97lik kodi bilan? 215 1991. 1991 nomerlariga aloqaga chiqib akamiz bilan kelishib sotib olishlari mumkin. Generalni berilar? Beriladi, xudo xolasa. Generalni beriladi. Dokument tomonlama muammo bo'lmaydi, ha? Xudo xolasa muammosi yo'q. Muammosi bo'lmasa ekan o'rtoqlar, bemalol kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bemalol sotib olishlari mumkin bo'ladi. Xo'sh, o'rtoqlar, bular jicha qimmat desalar, jicha arzoni bor. Jicha emas, anchagina arzoni bor ekan. Xudo xolasa qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Yili ham yomon emas, 90-yil ekan.
Hali ancha minsa bo'laveradigan. Polni kraska bo'lgan, ha? Sonli kirar. Hali dumalab ketgan unaqa joyiga emasmi axir? Mashada ozgina kaltagi bor mashada. Bu tomonda. Buni kreladami? Ha, acha. Bu yerda ozgina kaltagi bor ekan. Endi to'g'risini aytib sotyapti. Balon holatlari yomon emas, balon holatlari yaxshi. Mashinani turishi yomon emas o'rtoqlar. Metani bormi tog'a? Ochaychi. Ochingchi bitta ko'rakchi. Hali ichkaridan ochilar ekan bu yog'i. Pultli ekan. Balonlar zapaska balon bor. Taglari ham chiroyli holatda turibdi. Chirib ketgan, bo'lib ketgan joyi yo'q. Xo'sh, mashinaning turishi mana shu holati. Salon holatlari ham yomon emas. Bir dehqon odam olib, dehqonchilikka hozirgi momentda tormoz qovun sezon boshlangan. Tormoz qovunga maza qilib ishlatib minsa bo'laveradi. Necha 6 motormi tog'a? 11 motormi bu ham? 11 motor, antifriz. 11 motor, antifriz. Xarajatchi. Yuradi, gazga ham yuradi. Benzinga ham, gazga ham yuradi. Benzinga ham ortiqcha rasvot qilmaydi. Avtoli yemaydi. Avtoli yemaydi, ha? Avtoli yemaydi. Avtoli yemas ekan. Bunday kaltaga unaqa ichiga kirmagan, faqat suti bo'lgan holat. Suti bo'lgan holat. Bukilib ketib, shpakilovkalar to'ldirib tashlanmaganmi axir? Olmos shpakilovka bor. Xo'sh, o'zingizda bo'lganda bu kaltak, ha? O'sha kelib o'zi urganda. Ha, sizga dehqonchilik. Menga dehqonchilik o'zim mashinam nomimda. O'zim nomida generalni beraverasiz. Zadimoz korobka hadoylari qanday? Qarab oladimi? Korobka jim. Umuman rasxoz shovqin degan narsa. Zadimozcha oz-moz nomiga bor. Nomiga bor. Hadoylarichi? Hadoylari zo'r. Zo'rmi? Ha, balonlar yangi qo'yilgan. Balonlar yangi qo'yilgan ekan. Aytish bo'yicha hamma yog'i soz. Bitta mutaxassisni olib kelsangiz, birga ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Pulini necha pul dedik? 12,5 million kami bor. 12,5 million kami bor. Bir 9-10 atrofida bitib qoladi-da, bittada sanaydigan odamga. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik kodi bilan 407 07 72 nomerlariga aloqaga chiqib, bemalol tog'amiz bilan kelishib sotib olishingiz mumkin. Imkon qadar musofirda yurgan aka-ukalar, imkon qadar O'zbekiston vaqtiga 9 dan keyin o'sha umuman bu mashinani ham umuman qaysidir mashinani video qilsak, 9 dan keyin bezovta qilmasalarni yaxshi bo'ladi. Soatga qarab bemalol telefon qilib kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerni aytdik-ku, tog'a, mashina qayerda ekan? Shaharga o'zim. Namangan shaharda o'zing mashinasi. Generalni beraverasiz. Beraveramiz. Generalni beraverar ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bunichi? Nima qilamiz? Yili necha? 86. 86. Pulichi? 12 million kami bor. 12 million kami bor. 86-yil. Kraskalari endi bor, yo'q emas. Motor 11 motormi? 11 motor. 11 motor. Xarajat qanaqa? Benzin ham yuradi. Benzinga, gazga yuraveradi. Yuraveradi. Xo'sh, motor avtoli yemaydi-a? Yo'q, yo'q. Mashina suvda shekilli-a? Yo'q, suv quyibdi, antifriz. Antifriz edi, suv quyibordingiz. Sizniki qanaqa? Bir ikki so'm dumalasa sotib yuboramizmi yo o'zingiz dehqonchilik o'z minib yurgan mashinami? Minib yurgan mashina. O'z minib yurgan mashina. Metan bor. Metan bor. Bagajga ruxsati bormi, yo'qmi? Bor, bor. Bagajga ruxsati bor. Bagaj qo'shib ketiladi-a? Ha, bonus u bagaj. Bonus, o? Buyog'i bonus ekan-u. Ha, yo'q, bonus. Yo'q, temir balon ham bor. Temir balon pulni kelishib qolsangiz, ichida temir balonni qo'yib berasiz. Qo'yib beraman. Ha, ana. Temir balonni qo'yib beraman deyapti. Ichida o'sha misol kelishiladigan narxda ichida qo'yib beriladi deyapti. Mashinani hadovoylari qanaqa? Hadovoy zo'r. Hadovoy, zadnimoz, korobka. Javob. Bitta mutaxassisni olib kelib ko'rsatib olsa, xijolat bo'lib qolmaymiz. Yo'q, yo'q. Dokument qanaqa bo'ladi? Generalni berilaveradimi? Bo'ladi. Generalni berilaveradi. Olaverasiz. Mashinani 12 million kami bor deyapsiz. Bu 9-10 atrofida ishtir sanaganga kelishaveramiz-a? Kelishaveramiz. Ya bir 3-4 million puli borga variant qilib beramizmi? Dehqonchilar yig'ishtirgancha. Yo'q. Bir oyga mana mani qo'yib. Bir oyga qo'yib berasiz. Bir oyga qo'yib beraman deyapti. Bir oy ham kichkina muddat emas o'rtoqlar. Normal bitta vaziyatdan chiqib ketadigan holatdagi muddat. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik kodi bilan 406 406 54 54 39. 39 nomerlariga aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Tayyor mashina ekan, kamchiliklari yo'q deb aytib ketyapti egalari. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. O'rtoqlar, navbatdagisi 90-yil ishlab chiqarilgan 06. Pulini aytaylik boshida. 12 million chekam bor. 12 million. Bugun pol 12 millionliklarmi deyman-a? Kraskalari bordir. Pol sepilgan.
Mashinadan past sepilgan, ha? Tomlar butun. O'ziniki radnoy. Orqa motor ichi ham butun. Zadnimoz korobka xatoylar. Zo'r. Shunaqa gaplar, balonlari yomon emas ekan, o'rtoqlar, balonlari yaxshi holatda. Orqa balonlari ham o'sha holatda. Metani bor aka-a? Salon holatlari. Sizga dehqonchilikmi yoki o'ziz minib yurgan mashina? Akamiz o'zi minib yurgan mashina ekan. Hop, metan ekan, temir ekan. Taglar chirib ketmagan unaqa o'rtoqlar. Yaxshi holatda turibdi taglari ham. Mashinani o'sha eshikdan pastni polностью ko'rganmiz deyapti. Unaqa kaltaki yo'q deb aytib ketyapti. Zadnimoz korobkalarni yaxshi deyapsiz. Zadnimoz korobkalari yaxshi bo'lsa, mashinaning turishi yomon emas. 12 million so'm so'rayapsiz. Bu ham 9-10 ga bitib ketadi. Naqsanaga. Kelishamiz, lekin dicha kam bo'l xolos. Ko'p emasmi? Yaqin qilib aytyapsiz. Akamiz o'zi yaqin qilib aytyapman deyapti, ko'p o'tib bera olmayman deyapti. Ma'qul bo'lsa, puli bor odamga 1-2 oy ham qo'yib beradi. O, 5 million puli bo'lsa, 1-2 oy o'sha dehqonchiliklarda tarix sezonlarni tugatib bersang bo'laverar ekan, Ammo pulida ozgina muomala qiladi. Ha, pulida necha qo'shiladi, kutgan hisobiga necha qo'shiladi. Bu gapingiz to'g'ri. Endi bu ham kutganiga yarasha 1-2 so'm qo'shiladi. Pulini aytib o'tdik. Telefon nomer 94lik. 94lik kodi bilan 791 66 nomerlariga aloqaga chiqsangiz bemalol kelishib sotib olishingiz mumkin. To'g'ri aytdimmi nomerlarda? Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashina qayerdagi? Robotikashi 1-mikron tevesda. 1-mikrorayonda Namangan shaharning mashinasi. 1-mikron tevesda. Gap yo'q ekan. Bozoringiz bersin, charchamang. Generalni beraverasiz-a? Generalni ham chiqadi. Prosta ham generalni ham ish qilib olsa bo'ldi sizdan. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. O'rtoqlar, navbatdagisi bugun poli 06 bo'ladi shekilli, 011, 01 bo'lmaydi shekilli, faqat 06 ga olamiz shekilli. Yili necha dedik? 88-chi ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanaqa endi buni? Kraskasi tomdan pasti eshikda bor. Salon holatlari chiroyli qilib qarab qo'ygan ekan o'rtoqlar. Lelonlari bor, poliklar tashlab qo'yilgan, chexollari, magnitofon kolonkalari bor ekan. Metan bor-a? 82 talik? 80 talik emas? Taglari ham butun ekan, ha? Chirigan, irigan joyi yo'q o'rtoqlar. Tomondan ko'rinish holatlari mashinani menimcha yomon stasionada emas. Motor hadovoy, zadnimoz korobkalar qanday? 11 motor. Hammasi joyida. Motorda xarajat yo'qmi? yo'q. Zadnimoz korobkalarda ovoz yo'q. Ovoz yo'q. Olib tur faqat minadigan holatdami aka bu? Ularni kalitni bilan minib ketaveradi. Sizga pul sanash kerakmi? Necha pul sanash kerak? Ha, 25 Yo'q, juda endi qimmat aytvormang. Yili ham bor-da buni. Yilini ham hisobini qiling endi. 23 million kami. Sizga dehqon ekansiz, unaqa baland narx aytmang dehqonniki. 23 million kami. Yili necha bundayroqda o'sha kelyapti-da. Umr o'tyapti. Shunga sal yaqinroq qilib tezroq sotib o'raylik buni. 20 million kami bor deylik. O? 22 deylik. 22 kami bor kelishiladi. Telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Variant qilmaymiz. 1-2 million puli borga 3-4 oyga unaqa variant yo'q. Faqat naqd sanaydi. Arzonman, o'shanga yetmay turibdi, shunga o'shanga munjalga yetmay turibdi, sotasiz. Telefon nomeringiz 50lik. 50lik 099 099 42 46. 42 46 nomerlariga aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mashina qayerdaki aka? Yangi Qo'rg'on Paramon. Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumani Paramon Nov qishlog'i. Paramon Nov qishlog'i ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar. Telegramdan eshitishda lokatsiya tashlab beradi, borib ko'rib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat aka. Bozoringiz bersin, charchamang. Xo'sh, o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Bozorda kun isishni boshlayapti. Uje odamlar ishlashni boshlayapti. Bozor odam kamaygan sari, kun isigan sari bozor asoslashib boraveradi o'rtoqlar. Xudo xolasa, yana bitta mashinani olamiz, qo'limizdan kelgancha. Keyin qolganini bozorga kelib ko'rib sotib olishing mumkin bo'ladi. Bu hafta ancha mashina ko'payib qolibdi. Jiguli mas kuchi yo'q. Jigullar ancha kamayib qolibdi.
arzonroqlarni harakat qilyapman, arzonroqlarni ko'rinmayapti menimcha. Yana qaytadan mehr berishni boshladi bu. Namanganda mashina bozoriga yana udarlarini olib chiqishni boshladi shekilli. Bugun menimcha Jiguli motor. Jiguli. Burada odamlar to'plangan. Mana Jiguliga nimaga to'planib olgan endi bunga? O'rtoqlar, mana bu yili yangirog'i bor ekan. Endi eski desangiz 85, 86 emas, 91-yil ekan. 34, 35 ga kiribdi. Oltirib, yana minsangiz bo'laveradi. 12, 15 yilgacha minsangiz bo'laveradi hali. Puli ham bunaqa qimmat emas. Pulni ham 14 million deylik-ku, kami bor deylik-ku. Biz o'tib beramiz, ko'p emas-ku. O'tib beriladi. Misol uchun 80-yil mashinani ham 16 million, 17 million deyapti. U yomon emas o'rtoqlar. Balon holatlari yaxshi ekan. Kraskalar qanaqa tog'a? Tomdan past asfalt. Tomdan past asfalt bo'lgan. Balonlar chiroyli holatda turibdi. Salon holatlari ham chiroyli holatda turibdi. Tog'amiz buni 1,5 ming dollarmi deb shunaqa dedi. Tog'a so'mga aytaylik, yaqinroq qilib desam bo'ldi dedi. Metallari bor tog'a? Metan bor 80 talik. 80 talik temir metallari. Suroglari bor hali. Zapaska balon bor. Devoda nima bo'lsa hamma narsa bor ekan-da tog'a. Hozirgi kunda dehqonchilikka maza qilib minsangiz bo'ladigan patrullar qilingan ekan. Holati yomon holatda emas. 14 million kami bor deyapti. Mashina qayerlik tog'a? Namangan rayonining mashinasi. Hadovoy zadimiz korobkalar qanday? Yo'q, jim. Jim, ha? Ustasini olib kelsa uyalib qolmaymiz, ha? Yo'q, tekshirib xotirjam bo'ladi. Mashina mana shu holat o'rtoqlar. Pulini aytdik, manzilini aytdik, telefon nomerini aytib qo'yamiz tog'a. Ayting. 93lik kodi bilan 179 179 69 68 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Sostenasi yomon sosteniyada emas. Rahmat tog'a. Bozoringiz bersin, charchamang. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. 06 danagidan olib minaman degan bo'lsangiz mana. O'rtoqlar, shu bilan Jigular qatoridan videorolikimizni yakunlayman. Ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizlarni vaqtlaringni olib qo'yaman. Video zerikarli bo'lib ketmasligi uchun videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'limizdan kelgancha chiqarib berdik. Ma'qul bo'lsa, like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yaverasizlar.